Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari, hurmatli hamkasblar. Ruxsatingizlar bilan bugungi navbatdagi hurmatli kengashimizni ochib bermoqchilik. Hurmatli kengash a'zolari, ilmiy kengash tarkibi 11 kishidan iborat. Bugungi ilmiy kengashimizda 10 nafar ishtirokchi ishtirok etyapti. Avvalambor kengash boshlashdan oldin direktorimiz, ya'ni bugungi kengash raisi Nazimov Alisher Mo'minovdan uzr so'ramoqchiman. Jiddiy topshiriq bilan safarga chiqishga to'g'ri kelib qolish uchun bugungi kengashni o'zimiz olib boramiz. Hurmatli kengash a'zolari, 10 nafar ishtirokchilar ishtirok etyapti. Demak, kvorum bor. Qanday taklif bo'ladi? Boshlashga rozi bo'lganlar qo'l ko'tarib tasdiqlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, kun tartibiga quyidagi masala qo'yilgan, ya'ni 14:00 Otorino laringologiya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari falsafa doktori, PhD, ilmiy darajadagi talabgor, mustaqil izlanuvchi Usmonova Nilufat Abdulmanovning paratonizial absessni kompleks davolashda sarpsion va antioksidant terapiyasi mavzusidagi dissertatsiya ishining muhokamasi. Ilmiy rahbar tibbiyot fanlari doktori professor Qasimov Qobukasevich, rasmiy abonentlar tibbiyot fanlari doktori professor Shayxova Xolida Yevgenovna, tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Umarov Odil Mahmudovich, yetakchi tashkilot Ozarbayjon tibbiyot universiteti. Kun tartibi bo'yicha takliflar, e'tirozlar bormi? Yo'q. Rozi bo'lganlar o'lkalarni tasdiqlab qo'yishi kerak bo'ladi. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Mustaqil izlanuvchi Usmonova Nilufat Abdulmanovning shaxsiy ish materiallarini tanishtirish uchun ilmiy kotib murojaat qiluvchi ma'lumot. Davlat Bahrom Mustanovich, hurmatli kengash a'zolari, Usmonova Nilufat Abdulmanovning avtobiografik ma'lumotlari. Usmonova Nilufat Abdulmanovna 1982-yilda tug'ilgan, millati o'zbek. Ma'lumoti 2006-yilda Andijon davlat tibbiyot institutida davolash fakultetini tamomlagan. 2009-yilda Andijon davlat tibbiyot instituti otorinolaringologiya yo'nalishida magistraturada tahsil olgan. 2011 va 2019-yillarga qadar Andijon davlat tibbiyot instituti otorinolaringologiya kafedrasi assistent bo'lib ishlagan. 2019-yildan hozirga qadar Andijon davlat tibbiyot instituti otorinolaringologiya kafedrasi katta o'qituvchisi hamda MKMed xususiy klinikasida vrach otorinolaringolog bo'lib ishlab kelmoqda. Usmonova 2009-yilda otorinolaringologiya kafedrasida mustaqil izlanuvchi sifatida qabul qilingan. Paratonizial absessni kompleks davolashda sarpsion va antioksidant terapiya mavzusida 2023-yilda tasdiqlangan va ilmiy rahbar etib tibbiyot fanlari doktori professor Qosimov Qobukasevich tasdiqlangan. Usmonova oilali, 2 nafar farzandi bor. Usmonovaning shaxsiy faoliyati ariza, diplom nusxalari, malaka imtihonlari topshirganligi to'g'risida guvohnomalar mavjud. Talabgor tomonidan taqdim etilgan hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berish tartibi to'g'risidagi nizom talablariga mos keladi. Rahmat, murojaat qilish. Dissertatsiyada shaxsiy material bo'yicha savollar bormi? Hamma tushunarli. Bo'lmasa marhamat. Nilufat Abdulmanovna so'zga 20 daqiqa vaqt. Yana qattiq. Davom etish mumkin. Demak, kasalligimizni patogenezini chuqur o'rgangan holda yangi va samarali davolash usullarini ishlab chiqish hamda takomillashtirish zarurligini belgilab berdi. Biz shundan kelib chiqib, tadqiqotimiz maqsadi sarpsion antioksidant terapiyani birgalikda qo'llash orqali paratonizial absess bilan kasallangan bemorlarni kompleks davolash natijalarini yaxshilashdan iborat bo'ldi. Demak, tadqiqotimiz vazifalari paratonizial absessning uchrash va qaytalanish chastotasini, asoratlar tabiatini va klinik kechish xususiyatlarini o'rganish, paratonizial absess bilan og'rigan bemorlarda endogen intoksikatsiya darajasini, lipoperoksidatsiya mahsulotlari konsentratsiyasini va antioksidant himoya faolligini baholashdan iborat bo'ldi.
Paratanzilar absisli bemorlarda sarkson va antioksidan terapiya usulini ishlab chiqish va qo'llashni maqsadga muvofiqligini patogenetik asoslash, paratanzilar absis bilan og'rigan bemorlarda ishlab chiqilgan kompleks davolash usulini klinik samaradorligini baholadik. Demak, bu slaydimizda tadqiqotimiz dizayni belgilangan, demak, oldimizga qo'ygan maqsad vazifalarimizni amalga oshirish uchun Andijon davlat tibbiyot instituti klinikasi lor bo'limida 2021 va 2024 yillar davomida surunkali tonzillit bilan kasallangan 209 nafar bemorlarni tekshiruvdan o'tkazdik. Surunkali tonzillitni klinik shakllariga qarab turib, demak 209 nafar bemor 28 tasida oddiy shakl, 84 tasida toksika allergik shaklini birinchi darajasi, 97 nafarida esa toksika allergik shaklini ikkinchi darajalari aniqlandi. Demak, bemorlarimizni umumiy jinsi va yoshi bo'yicha tahlil qilib o'tkazdik. Asosan bundan ko'rinib turibdiki, 18-44 yoshdagi bemorlarda 83,6%, demak 175 nafarida surunkali tonzillit kasalligi bilan kasallanish foizi yuqori bo'ldi. Demak, bular ichida 175 nafarida aniqladik. Bu degani bu ijtimoiy ahamiyatga, demak, asosiy jam mehnatga layoqatli yoshlarda aniqlangan. Demak, kasallikni tekshiruv usullari asosan umumklinik tekshiruv usullari, shikoyatlari, anamnezi, umumiy qon, umumiy siydik va qonni biokimik, EKG, rentgen tekshiruvlari o'tkazdik va rinoskopik lor statusi, mezofaringoskopiya, laringoskopiya, otoskopiya, rentgen, MRT, MSKT tekshiruvlarini o'tkazdik va paratanzilar absisda asosiy klinik simptomlari, demak, tomog'ida og'riq, yutmish qiyinligi, tomoqda yo jism hissiyoti, bezim, og'izdan noxush hid kelish kabi klinik belgilarni vizual analog shkala bo'yicha baholadik. Endogen intoksikatsiyani esa leykotsitar intoksikatsiya indeksi va endogen intoksikatsiya indeksini aniqladik. O'rtacha massadagi molekulyar peptidlarni aniqladik va sirkulyatsiyadagi immun komplekslarni aniqladik. Lipoperoksidatsiya antioksidan tizim faolligini esa malon dialdegid va GN konjugat katalaza superoksidismutaza ko'rsatkichlari bilan baholadik. Mikrobiologik tekshiruvlar o'tkazildi, demak, bakteriyalik tekshiruvlar qildik va statistik tadqiqotlar o'tkazdik. Demak, paratanzilar absis bilan kasallangan bemorlarda surunkali tonzillit fonida paratanzilar absis kasalligini uchrash chastotasini aniqladik. Bunda, demak, klinik shakllariga asosan biz jami surunkali tonzillit bilan kasallangan bemorlarning ichidan 165 nafarda paratanzilar absis kasalligi aniqladi. Demak, oddiy shaklda 19 ta, toksika allergik shakli birinchi darajasida 71 ta, toksika allergik shakli ikkinchi darajasida 75 ta, jami 165 nafar bemorlarni tekshiruvga jalb qildik. Demak, tahlil natijalariga ko'ra 165 78,9% kasallarda paratanzilar absis bilan asoratlanganligini aniqladi. Demak, paratanzilar absisning klinik xususiyatlarini batafsil o'rganish maqsadida bemorlarni biz ikkita tadqiqot guruhlariga ajratdik. Birinchi tadqiqot guruhimizda surunkali tonzillitni oddiy shakli va toksika allergik shaklini birinchi darajasi bilan kasallangan bemorlarning 90 nafarini, ikkinchi guruh bemorlarimizda esa surunkali tonzillitning toksika allergik shaklini ikkinchi darajasi bilan kasallangan 75 nafar bemorlarni ajratib oldik. Paratanzilar absisda, demak, sabablari va rivojlanishi va lokalizatsiyasi, joylanishi bo'yicha tahlil o'tkazdik. Demak, bu tahlilimizga asosan, demak, birinchi guruh bemorlarimizda 81 nafar va ikkinchi guruh bemorlarimizda 69 nafar tonzillagen etiologiyali sabab kelib chiqqanini aniqladik. Adantogen etiologiyali, demak, 4 ta bemorda, birinchi guruhda, ikkinchi guruhda 3 ta bemorda, travmatikda birinchi guruhda 3 ta, ikkinchi guruhda 2 ta va gematogen yo'l orqali kam foiz holatlarda bemorlar kasallangani sababini aniqladi. Va paratanzilar absis kasalligini, demak, joylanishiga qarab turib, supratanzilar orqa pastki lateral shakllari farqlandi. Asosan bu tadqiqotimizda, demak, ko'p foiz holatlarda supratanzilar shakl, demak, birinchi guruhda 65% bemorlarda aniqladik,
ikkinchi guruhda 73% bemorlarda, orqa shakli esa 20% birinchi guruhda, 17% ikkinchi guruhda aniqladik. Va pastki lateral shakllari esa kam foizlarda aniqlandi. Paratenziyal absses kasalligimizni davomiyligi va tanglay murdaklari gipertrofiyasi darajasini ham o'rgandik. Kasallik davomiyligi asosan kasalliklarda murojaat soni eng yuqori murojaatlar kuni 3-4 kunga to'g'ri keldi. Gipertrofiya darajasi asosan bemorlarimizda demak 26,6% me'yor uchraganligi birinchi guruhda, ikkinchi guruhda 28% me'yorda uchraganligi aniqlandi. Birinchi darajali gipertrofiya bilan esa birinchi guruhda 30% bemorlarda va ikkinchi guruhimizda esa 36% bemorlarda uchraganini aniqlandik. Xuddi shunday ko'rsatkichlar ikkinchi va uchinchi darajali tanglay murdaklari gipertrofiyasi bilan ko'p nimalarda foizlarga uchraganligini aniqladik. Paratenziyal absses qaytalanishi va hamroh kasalliklar uchrash chastotasini bo'yicha tahlil o'tkazganimizda paratenziyal absses qaytalanishi bor va yo'qligini birinchi guruhda 20 ta bemorda borligi aniqlandi. Ikkinchi guruhda esa 16 ta bemorda qaytalanish borligi aniqlandi va qaytalanmagan holatlari birinchi guruhda 70 ta, ikkinchi guruhda esa 59 ta bemorlarda qaytalanmaslik aniqlandi. Demak, tadqiqot guruhlarining hamroh kasalliklarda uchrash chastotasini ham o'rganib chiqdik. Endokrin tizimidagi buzilishlar borligi demak bemorlarimizda bunda demak birinchi guruhda 3 ta bemorda, ikkinchi guruhda esa 5 ta bemorda aniqlandi. Hazm qilish tizimida o'zgarishlar birinchi guruhda 2 ta bemorda, ikkinchi guruhda esa 4 ta bemorda aniqlandi. Va siydik ajratish tizimida birinchi guruhda 5 ta, ikkinchi guruhda 7 ta kasallarda siydik ajratish tizimida muammolar borligi aniqlandi. Yurak qon tomir kasalliklarida birinchi guruhda 6 ta, ikkinchi guruhda 8 ta bemorda va suyak bo'g'im tizimi kasalliklarida esa birinchi guruhda 4 ta, ikkinchi guruhda esa 5 ta bemorlarda aniqlandi. Demak, faringoskopik ko'rinishiga qarab turib, paratenziyal absessdagi klinik belgilarda namoyon bo'lish chastotasini bemorlarda demak foizda uchrashini tahlil qilib chiqdik. Birinchi guruh bemorlarimizda demak 81% tanglay ravoqlari asimetriyasi, ikkinchi guruh bemorda 67%da uchradi. Tanglay ravoqlari giperemiyasi demak birinchi guruhimizda 78% uchragan bo'lsa, ikkinchi guruhimizda 66%da. Tanglay ravoqlari infiltratsiyasi birinchi guruhda 68%da, ikkinchi guruhda 55%da. Tanglay ravoqlarida shish 36% birinchi guruh, 31% ikkinchi guruh. Til karash bilan qoplanganligi birinchi guruh 62%, 52% ikkinchi guruhda. Tanglay murdaklarida yiringli probkalar, detritlar, tiqinlar to'planishi birinchi guruhda 45%, ikkinchi guruhda 36%. Tanglay murdaklari qizarganligi va shishganligi holatlari birinchi guruhda 51 ta va ikkinchi guruhda 43 ta bemorlarda shu klinik belgilarda aniqladi. Demak, yana klinik belgilari demak bemorlardagi mahalliy belgilarda o'rganib chiqdik. Bunda trizin, bo'yin sohasida shish, limfa tubullar kattalashishi, og'izdan so'lak oqishi, gipersalivatsiya, bo'yin harakatining chegaralanishi quyidagi ko'rsatkichlarda aniqlandi. Birinchi guruhda bemorlarda 80% da trizin ko'p holatlarda, demak 67% ikkinchi guruhda uchradi. Bo'yin sohasida shish esa 70% birinchi guruhda, 65% ikkinchi guruhda. Limfa tubullari, jag'oz limfa tubullari asosan kattalashish kuzatildi bu bemorlarimizda. Birinchi guruhda 67%, ikkinchi guruhda esa 56% uchradi. Va gipersalivatsiya birinchi guruhda 36, ikkinchi guruhda 35%larda, bo'yin harakatining chegaralanishi esa 19% birinchi guruhda va 17% ikkinchi guruhda kabi belgilar namoyon bo'ldi.
Tadqiqot guruhlarida demak mikrobiologik tekshiruvlarni o'tkazdik. Mikrobiologik tekshiruvlar o'tkazishda mono mikroflora, 2 va undan ortiq mikroflora va mikroflora o'smagan holatlari aniqlandi. Demak, bemorlarimizda shu 2 va undan ortiq mikrofloralar birgalikda qo'llanilishi quyidagi ko'rsatkichlarda aniqladi. Demak, Staphylococcus pyogenes va viridans bilan aniqlangan bemorlarimiz 21% tashkil etdi. Staphylococcus aureus va viridans bilan birgalikda qo'shimcha mikroflora uchragan holatlari 17,8% holatlarda va Staphylococcus aureus va Klebsiella bilan 3,3% holatlarda, Staphylococcus pyogenes va candida 3,3% holatlarda quyidagi mikrofloralarni aniqladik. Demak, tadqiqot guruhlarida mikrobiologik tekshiruvlarni natijalari mana ushbu diagrammadan ko'rinib turibdi. Birinchi va ikkinchi guruhda quyidagi ko'rsatkichlarni aniqladi. Va bu bemorlarda mikrobiologik tekshiruvlarda antibiotikda sezuvchanliklarini ham aniqladi. Antibiotikda sezuvchanligini ko'rganimizda ko'proq makroliklardagi sezuvchanlik pasayganligi, cefalosporin guruhidagi antibiotiklarga esa sezuvchanligi borligi aniqlandi. Demak, tadqiqot guruhlarimizda laborator ko'rsatkich tekshiruvlarini tahlil qildik. Umumiy qon tahlilidagi ko'rsatkichlarimiz demak, birinchi guruhda quyidagi ko'rsatkichlarda baholandi. Eritrosit, leykosit, gemoglobin, tayoqcha yadroli, segment yadroli, eozinofillar, limfositlar va bu ikkinchi guruhdagi bemorlarimizda quyidagi ko'rsatkichlarni aniqladik. Demak, asosan biz endogen intoksikatsiya ko'rsatkichlarini, leykositlar indeks intoksikatsiyani, endogen intoksikatsiya indeksini o'rta molekulyar peptidlarda va sirkulyatsiyadagi immun kompleks ko'rsatkichlarini quyidagi ko'rsatkichlarda aniqladik. Demak, birinchi guruhda mana 6,72, 7,54 mana shu ko'rsatkichlarda, ikkinchi guruhda esa 686, 678 ko'rsatkichlarda aniqladik. Va lipoperoksidatsiya va antioksidantizm ko'rsatkichlarini baholash uchun quyidagi tekshiruv usullaridan foydalandik. Bulardagi malondialdegid, dienkanyugat, katalaza va superoksidismutaza kabi ko'rsatkichlar birinchi va ikkinchi guruhlarda quyidagi natijalar bilan baholadi. Bizni parotonzillar absess bilan kasallangan bemorlarimizga asosiy kompleks davo ishlab chiqildi. Demak, bu kompleks davoyimizda bemorlarimizga demak maxsus konjekt orqali dekasan eritmasi bilan parotonzillar bo'shliq yuvildi, toza bo'lguncha. Parotonzillar bo'shliq yuvilgandan keyin bemorlarga bo'shliq ichiga enterosgel preparatini natriy xlorda demak 0,9% 10 ml eritmasida 1:10 nisbatda eritib turib parotonzillar bo'shliqqa yubordi. Keyin bemorlarimizga endogen intoksikatsiyani oldini olish maqsadida enterosgel preparatini 5 grammdan 3 mahalga ichish uchun tavsiya etdik va antioksidan tizimda demak ko'rsatkichlar past ko'rsatgan sababli o'sha tizimda antioksidan tizimdagi ko'rsatkichlar to'ldirish maqsadida demak meksidol preparatini 100 mg dan 2 mahal berishni tavsiya etdik. Hozir mana bu nimamizni ozgina mana videosi bor. Qisqacha ko'rsatib beraman. Qaniylarda mana yuvish beriladi. Demak, davolash samaradorligini qiyosiy baholash maqsadida bemorlarni biz ikkita tadqiqot guruhiga ajratdik. Birinchi guruhdagi bemorlarimizga an'anaviy davo o'tkazdik. Ikkinchi guruh bemorlarimizga esa an'anaviy davo bilan qo'shimcha biz ishlab chiqqan kompleks mahalliy sorkson va antioksidant terapiya metodimizni qo'lladik. Demak, jami 165 nafar bemorlarda olingan bo'lsa, 90 nafari birinchi guruh, 75 nafari ikkinchi guruh bemorlarni tashkil etdi. Demak, klinik simptomlarini davolash kunlarida bu dinamikada o'rganildi. Demak, davolashning 3-kunidagi klinik simptomlarini ko'rsatilishi birinchi va ikkinchi guruh kesimida va davolashni 5-kunida demak birinchi
va ikkinchi guruhda ko'rsatilishi. Bu natijasi ko'rinib turibdiki, biz ishlab chiqqan kompleks davoni olgan ikkinchi tadqiqot guruhimizdagi klinik belgilari keskin pasayishi kuzatilyapti birinchi guruhga nisbatan. Emlangan integratsiya ko'rsatkichlarini mana qiyosiy tahlili o'tkazildi. Demak, o'tkazilgan tadqiqotimizni tekshiruvlar asosida qiyosiy tahlillardik. Bu leykotsitlarda, demak, mana birinchi va ikkinchi guruhdagi ko'rsatkichlarni ko'rinishi, leykotsitlar indeks klassifikatsiyada birinchi va ikkinchi guruhda ko'rsatilishi, uchinchi kunda demak 5, 6, 7 ko'rsatkichda ko'rma birinchi guruhda kuzatilgan bo'lsa, 342 mikromolda ikkinchi guruhimizda aniqlanyapti. Demak, endogin intoksikatsiya indeksi mana nima birinchi va ikkinchi guruhlarda ko'rsatilishi, demak, ikkinchi tadqiqot guruhimizda yuqori natijalarda ko'rsatyapti. O'rta molekulyar peptidlar ham xuddi shunday an'anaviy davoga nisbatan kompleks patron terapiya olgan guruhimizda ko'rsatkichlar yuqori natija ko'rsatyapti. Va xuddi shunday sirkulyatsiyadagi immun komplekslar ham xuddi shunday mana kelgandagi holati 3-kunda, 5-kundagi holatlarida mana bir-biridan farq qilyapti. Lipoperaksiya va antioksidant tizimidagi faolligi ko'rsatkichlarining qiyosiy tahlili ko'rsatkichlari malon diazidda kelgandagi ko'rsatkichlari 17,68, 18,92 mikromol na litr chiqqan bo'lsa, ikkinchi tadqiqot guruhimizda esa 18,92% aniqlanyapti. 3-kunda va 5-kunda dinamikada shu ko'rsatkichlarni tahlilini o'tkazdik. Katalaza xuddi shunday ko'rsatkichlar kelgandagi 3-kundagi, 5-kundagi ko'rishimiz mumkin. Mana 5-kunda katalaza ko'rsatkichi birinchi guruhda 868 mikromol na litr bo'lsa, 5-kunda esa 11,57 mikromol na litr ko'rsatyapti. Superoksid ko'rsatkichi ham xuddi shunaqa, demak, kelgandagi 3 va 5-kunda ko'rish mumkin. Demak, 9,7 birinchi guruhda bo'lsa, kompleks davo o'tkazgan tadqiqot guruhimizda esa 10,4% ko'tarilganligini ko'rsatyapti. Va zinc ham xuddi shunday 5-kunda demak tadqiqot guruhida 2,36 bo'lsa, an'anaviy davo olgan guruhda 2,59 ko'rsatkich aniqlanyapti. O'tkazilgan demak tashrif paytida undan keyingi ertangi asoratlarni tahlil etildi. Demak, paratanzilar absesni ochish va drenajlash, paratanzilar abses ochish va abses ektomiya kabi tashriflarda o'ng va chap tomonlama ikki tomonlama o'tkazilgan ko'rsatkichlari quyidagi ko'rsatkichlarda aniqlandi. Jami demak o'ng tomonlama birinchi guruhda 47 nafarda va chap tomonlama 41 nafarida, ikki tomonlama 2 nafarida quyidagi ko'rsatkichlarda aniqlandi. Ikkinchi tadqiqot guruhimizda demak 75 nafar bemorda paratanzial absesni ochish va mahalliy sanatsiya 35 bemorda o'tkazganmiz. Demak, hammasida demak to'liq mana shu natijasi yuqoriligini ko'rsatdi va asoratlar kesimida paratanzial abses kasallikni birinchi va ikkinchi guruhga nisbatan asoratlarni uchrashishi ko'rsatyapti. Demak, bundan ko'rinib turibdi, ikkinchi guruhimizda asoratlar demak jami 2 ta bemorda uchragan bo'lsa, birinchi guruhimizda 13 ta bemorda asoratlar uchragan. Demak, bundan tashrifdan keyin ertangi asoratlar chastotasi 6,5%, tashrif bilan bog'liq umumiy asoratlar chastotasi 14,4%, demak 2,6%gacha 11,8% kamayganiga erishdik. Demak, vizual analog shkala test natijalari tahlilida bemorlarda demak shu test o'tkazdik. Mana shu test kelgandagi holatda davolashni 3-kunda, davolashni 5-kunda o'tkazilgan tahlil natijalari bu yerdan ko'rinib turibdi. Demak, og'ir darajali bemorlarda dastlab ko'rsatkichga nisbatan 14,7 ga, taqqoslash guruhiga nisbatan 22% ga mos ravishda o'rta og'ir toifadagi bemorlarda 18,7 dan 23,6% ga ishonchli kamayganini aniqladik.
Shunday qilib, barcha klinik laborator tekshiruvlar, shulardan endogen intoksikatsiya markerlari, leykotsiya, endogen intoksikatsiya indeksi, o'rta molekulyar peptidlar, sirkulyatsiyadagi immun kompleks, lipoperaksidatsiya ko'rsatkichlari, malon dializgi, gen konjugal va antioksidant himoya faolligi ko'rsatkichlari, katalaza, superoksidaza va intra va operatsiyadan keyingi ertangi asoratlarni dinamik qiyosiy baholash natijalari bo'yicha olingan ma'lumotlar an'anaviy davolash majmuida sarpson, ya'ni absis bo'shig'ini mahalliy sarpson san'ati bilan birga enterosorpsiya va antioksidant terapiyani qo'llashni patogenetik asoslanganligi va maqsadga muvofiqligini yana bir bor tasdiqlaydi. Bu esa davolash jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatib, bemorlarni umumiy ahvolini yaxshilaydi va operatsiyadan keyingi ertangi asoratlar частотасini kamaytirib, og'ir darajali bemorlarni yengil darajaga o'tkazishga imkonini beradi. Savol bor. Tabiiyatlarni foydalansam, savollar o'tkazilmoqda, agar savollar bo'lmasa, birinchi savollarda mana birinchisi toksik allergik shakl. Kelib chiqish sabab. Toksik allergik shaklini parametrlari kelib chiqish sabab. Uni oldini olish qanday choralar amalga oshiriladi? Birinchi savol. Ikkinchi savol. Toksik allergik shakl deyapmiz, demak allergik fon bor. Organizmni boshqa tizimlarida allergik o'zgarishlar, reaksiya kuzatildimi yo'qmi? Kuzatilganda qanday chora-tadbirlar olib borildi? Va uchinchi savol, Petrosgel. Bu arak beriladigan preparat. Mahalliy qo'llayapsiz. Ta'sir mexanizmi tushuntirib, qanday ta'sir mexanizmiga ega? Uchta savol. Savollar shunday bo'lsa javob berishing. Hurmatli Bahrom Ustamish, birinchi savolimiz toksik allergik shakl, surunkali tanzillikni biz asosan bo'yicha tasnifini olganmiz. Unda birinchi oddiy, keyin toksik allergik birinchi va ikkinchi darajalari aniqlanadi. Ana toksik allergik shaklga surunkali tanzillikda o'tib ketishiga sabab bemorda demak immunitet tizimidagi kamchilikdan tortib og'iz bo'shlig'idagi karies, mahalliy demak halqumdagi immuniy sistemani kamayishi, organizmda ichki holatidagi umumiy demak oshqozon ichidagi immun tizimi disbakteriyoz shunaqa holatlarda toksik allergik shaklga o'tib ketish foizi yuqori ko'rsatkichda aniqlanadi. Ana endi surunkali tanzillik shu toksik allergikda birinchi, ikkinchi darajasini ichida paratanzial absis kasalligi bilan asoratlanish foizi yuqori ko'rsatkichda aniqlandi. Qolgan tizimlarda yurakda umuman surunkali tanzillik mahalliy bodomchi bezda hemolitik streptokok organizmda shu nishon organlari borda, u demak yurakda, buyrakda, bo'g'im sistemasini, shu reumatoid faktorlarni yuqori nimalarga ko'rsatkichlarga qiladi. Demak surunkali tanzillikda yana bir nimasi bor. Demak bo'g'imlarni yalaydi, yurakda tishlaydi degan nimasi ham borda. Demak bu kasallik asosan shu rematizmga olib keladi, yurak nuqsonlariga olib keladi va paratanzial absis asoratiga olib kelib, paratanzial absisni o'zi esa demak mahalliy to mediastingacha olib kelish asoratlari bo'lishi. Shunchalik monatdan tortib mediastingacha olib kelishi. Demak, ikkinchi savolimiz surunkali tanzillikda allergik tizimda o'zgarish borligi. Demak, bemorlarimizni mana shu nimalar surunkali toksik allergik shaklda allergik tizimda o'zgarish borligi, qondagi bezgaklarda miqdorini ko'tarilganligi va bemorlarda mana allergen nimalar iste'mol qilganda kasallikni частотасы yuqori ko'rsatkichlarda aniqlanadi. Enterosgelda mahalliy ta'sir Tabiat olish sistemasi allergik atakani hisobiga kuzatilgan. Shuning uchun
bu kasallik o'sha nima toksik allergik shaklda ko'zdan Mahalliy darslarda umumiy organizmda allergik nima bezaniliklar soni ko'tarilishi bilan shu ilmiy asoslanadi. Entrazgey preparatini biz samaradorligini baholash uchun mahalliy demak paratanziyalar bo'shliqni ichiga shu natriy xlorni 1:10 eritmasini tayyorlab turib, bekatdan eritmasini tozalab yurganimizdan keyin yubordik. Buni ko'rsatkichlari mana quyidagi ko'rsatkichlar bilan klinik patogenetik asoslari. Demak, asosan endogen intoksikatsiya, lekosital indeks intoksikatsiya, malonzialdagi dikanitat va antioksidant oksidizasiya, katalaza ko'rsatkichlarini bemor kelgandagi va 3-5-kundagi ko'rsatkichlar bilan shu enterofilni mahalliy qo'llashni samaradorligini baholadi va asosladi. marhamat darajada savollar bor. Borada O'zbekistonda oldin shu mavzu bo'yicha, absiz bo'yicha dissertatsiyada yo'qlanganmi, ishlar bajarilganmi? Agar bajarilgan bo'lsa, oldingi ishlardan farqi nima deydi? Aslida pretenziyalar absiz kasallik bilan ilmiy ishlar juda kam sonda qilingan. 2024-yilda eng oxirgi yilda ergashuvchi yetishtirgan olim ilmiy pretenziyalar absiz bo'yicha ilmiy ish yoqlagan. U olimlar bizning ishimiz farqi, demak ergashuvchi pretenziyalar absiz rivojlanganda qaynoq tanzilektomiya usulini tavsiya etgan. Olib tashlash kerak degan. Lekin bu usul hamma ham rozi bo'lavermaydi, tashrifga kelgan bemorlarda rozilik bo'lmaydi va shu maqsadida biz kompleks davoni ishlab chiqdik va kasallikda o'sha tashrifga rozi bo'lmagan bemorlarda demak kasallikda asoratlanishini oldini olish, samarali erta davolash sifatida shu kompleks davron san'ati usulini ishlab chiqdik. Marhamat darajada savol bor. Marhamat. Yoshi bemorlaringiz ichida pretenziyalar absiz, retrotenziyalar shakli necha foizda uchradi va qaysi klinik belgilar ko'proq uchradi va sizning taktikangiz qanday bo'ldi? Va ikkinchi savolim, qondagi antioksidant tizimini tekshirdik deb aytdingiz, qaysi ko'rsatkichlar bilan bog'liq? Pretenziyalar absiz kasalligini mana aytib o'tdik, shakllari mavjud. Bizning tadqiqotimizda ko'p foiz holatlarda pretenziyalar shakli ko'p uchradi, lekin pretenziyalar shakli 17% holatlarda uchradi. Uchraganda ham bu shakl boshqa klinik shakllarga nisbatan ko'p asoratlanadigan va operatsiya murakkab pretenziyalar absisni ochish murakkab bilan o'zi bilan farq qiladi boshqa. Mana shu pretenziyalar shaklda pretenziyalar absisda trizm, hipersalivatsiya, disfagiya klinik belgilari boshqa klinik shakllarga nisbatan yuqori ko'rsatkichda aniqladi. Va retrotenziyalar shakli bodomcha bezining orqa kapsulasida absiz joylanganligi va uyqu arteriyasi qatloqlariga yaqinligi, pretenziyalar absisni klinik ochishda demak o'ziga xos nima taktika qilishga to'g'ri keldi. Demak bu usulda bemorda avval biz funksiya qilib oldik, orqa shaklda funksiya qilib yengli ajrimga chiqqandan keyin retrotenziyalar shaklida demak operativ yo'l bilan ochilib kompleks davoni qiladi va asoratlanish deyarli kuzatilmadi. Marhamat, yana savollar bormi? Yetarli degan taklif tushyapti, savollar. Xo'p, bo'lmasa marhamat, mana o'tirishingiz uchun so'z bo'lmasa ilmiy rahbar buyurtmalari yo'qdir. Bilim sayısı konferansiyada namazı qilingan mavzusida degan savollarga sizlar o'ylaymanki shular hisobda javoblar berdi. So'z bo'lsa muhokama etamiz.
dissertatsiya ishi bo'yicha kengashga kelib tushgan o'qituvchilar, ish bajargan tashkilot, yetakchi tashkilotlar, avtoritalarga kelib tushgan xulosalarni o'qib eshitish uchun murojaat qilishga baraman. Rahmat Abdulmustafa. Usmonov Nurfazilov Naqdning birinchi muhokamasi Andijon davlat tibbiyot instituti boshlig'iga yuz jarrohligi otorinolaringologiya faktorlararo muammolar hayotida 2025-aprelda bo'lib o'tgan. Rais tibbiyot fanlari nomzodi dotsent To'lanov Dilshod Shomuzayev. Retsenzentlar, tahlilchilar, tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Norboyev Zafar Komilov, tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Usmonova Umida Iminjonova. Xulosa otorinolaringologiya kafedrasi mustaqil izlanuvchisi Usmonova Nilufar Abdumannapovning tibbiyot fanlari bo'yicha mas'uli doktor PhD ilmiy darajasini olish uchun paratanziliar absessni kompleks davolashda sarson va antioksidant terapiya mavzusidagi dissertatsiya ishi tugallangan ilmiy tadqiqot deb hisoblansin va dissertatsiya ishi ko'rib chiqish uchun keyingi bosqichlarga hamda ixtisoslashtirilgan kengashga tavsiya etish mumkin. Ikkinchi muhokamasi Andijon davlat tibbiyot instituti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash boshidagi ilmiy seminarda 2025-yil 13-noyabrda bo'lib o'tgan. Rais tibbiyot fanlari doktor professor Abdulajabov Ma'lum Mustafa. Tahlilchilar tibbiyot fanlari doktor professor Shamsiyev Jahongir Fazliddinov va tibbiyot fanlari doktor dotsent Vohidov Ulug'bek Nuriddinov. Xulosa Usmonov Nilufar Abdumannapovning paratanziliar absessni kompleks davolashda sarson va antioksidant terapiya mavzusidagi 14.00 otorinolaringologiya xossligi bo'yicha tibbiyot fanlari bo'yicha doktor ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya ishi tugallangan ilmiy ish hisoblanadi. Mohiyat bo'yicha yaxlit, mazmuni mukammaldir. Oshkora himoyaga olib chiqilgan yangi ilmiy mazmun va amaliy natijalar majmuasidan iborat. Dissertatsiya ishi Oliy attestatsiya komissiya nizomi talablariga muvofiq rasmiylashtirilgan. Dissertatsiya ishini ilmiy kengashda himoya qilish uchun tavsiya etiladi. Bundan tashqari yetakchi tashkilot xulosasi olingan Ozarbayjon tibbiyot universitetidan Lov kafedrasi mudiri tibbiyot fanlari doktor professor Panakiyan Vafa Mustafa o'g'li tomonidan imzolangan va rektor Garayveli tomonidan tasdiqlangan. Xulosa Usmonov Nilufar Abdumannapovning paratanziliar absessni kompleks davolashda sarson va antioksidant terapiya mavzusidagi 14.00 otorinolaringologiya xossligi bo'yicha tibbiyot fanlari bo'yicha professor doktor PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya ishi ilmiy jihatdan malakali hisoblanib, paratanziliar absess kasalligini davolash natijalarini yaxshilashdagi vazifalar yechimini beradi va tugallangan ilmiy ish hisoblanadi. Ushbu xulosa va dissertatsiya ishi Ozarbayjon tibbiyot universiteti Lov kafedrasida 2025-yil 19-dekabr kuni muhokama qilingan va ma'qullangan. Hurmatli kengash a'zolari, hurmatli rais, agar ijozat bersangiz, har bir hafta kelgan xulosalarni to'xtalmasam, umumiy anaqasini ma'lumot bermayman. 7 ta xulosa kelib tushgan, shulardan Avstriyadan bitta, Koreyadan bitta, Rossiya Federatsiyasidan bitta va 4 ta respublika yetakchi tibbiyot tashkilotlaridan kelib tushgan xulosalar ijobiy, kamchiliklari va e'tirozlar yo'q. Rahmat. Yetakchi tashkilot hamda avtoritalarga kelgan tahlillar bo'yicha e'tirozlar, savollar yo'q. Demak, dissertantga so'z berishga ehtiyoj yo'q. Siz birinchi rasmiy abonent Toshkent davlat tibbiyot universiteti otorinolaringologiya kafedrasi professori tibbiyot fanlari doktori Shayxova Xolida Erkinovna. Assalomu alaykum Xolida Erkinovna. Assalomu alaykum. Hurmatli rais, ilmiy kengash a'zolari, birinchidan taklif qilganligiga katta rahmat. O'shanga Andijon davlat tibbiyot institutining otoringologiya kafedrasi mustaqil izlanuvchisi Usmonov Nilufar Abdumannapovning paratanziliar absessni kompleks davolashda sarson antioksidant terapiya mavzusida dissertatsiya ishiga rasmiy abonentlar taqrizini e'lon qilishi ruxsat bersanglar. Dissertatsiya asosiy mavzusi nihoyatda dolzarb. Nimaga deganda surunkali yalqinish kasalliklarining orasida surunkali tinchlikda eng ko'p ham muhim kasalliklardan biri bo'lgan, ham hozir alohida o'rin tutadi. U bugungi kunda ham kasallikka keng tarqalishi
keskin oshishi, hamdan tashqari undan keyin kelib chiqqan asoratlarni eng ko'p o'rinda har holda egallaydi. Lur kasalliklarni ayniqsa ambulator sharoitida murojaat qiladigan kasalliklarning ichida ham gospitalizatsiya, ayniqsa paratensiar absess tushadigan kasalliklar nihoyatda keskin oshgan. Surunkali tensilikka ko'p uchraydigan xavfli mahalliy asoratlarga paratensiar absess kiradi va umumiy asoratlar esa surunkali tensilik bilan bog'liq kasalliklarni paydo bo'lishiga aloqadordir. Endi paratensiar absess bemor hayotiga jiddiy xavf tug'diradi. Hamdan tashqari, chunki organizmda endogen intoksikatsiyaning hosil bo'lishi, undan keyin kelib chiqadigan asoratlar, ayniqsa tensilogen shok, tensilogen sepsis hozir ham ko'p uchraydi. Mana o'zimning tajribamda ham aytishim mumkin. Endi hozir birinchi asosiy masala paratensiar absess bo'lganda bu asorat. Uni xronический tensilikman bor, surunkali tensilikman. Lekin nihoyatda ko'p asoratlar olib kelishi mumkin. Bu yerda hayot sifatiga ham asoratlar har holda xavf tug'dirishi mumkin. O'shanga jahon amaliyoti hozirgi vaqtda paratensiar absess rivojlanishi, epidemiologik mexanizmi chuqur o'rganishga qaratilgan tadqiqot eng dolzarb hisoblanadi. Jumladan mikrob assotsiatsiya. Nimaga deganda mana assotsiatsiyani biz aytamizki, ko'proq ularning rezistentligi, antibiotiklarning ta'sir bo'lmasligi, undan tashqari noto'g'ri ularni iste'mol qilishi. Bu eng muhim sabablardan biri hozirgi kunda. Jumladan mikrob assotsiatsiyani unuto'g'ri har holda keyin rezistentligi, bioplyonkaning hosil bo'lishi ham bir asosiy sabablardan biri. Og'iz haqim sohasida mahalliy immun tizimi asosiy javob omillarni o'rnini aniqlashda alohida e'tibor qaratilmoqda. Endi surunkali tensilit bu infeksion allergik kasallik deymiz. Nimaga deganda bu giperallergik reaksiya xos bo'ladi. Shundan keyin intoksikatsiya kuchli bo'lgandan keyin, absess rivojlangandan keyin eng asosiy masala o'sha endogen intoksikatsiyani oldini olish, asoratlarni oldini olish, ularni kamaytirishga ko'pincha qaratilgan. Endi agar bunday qaraganda, shunday qilib taqdim etilgan ishni dolzarbligi, men o'ylaymanki, bu shubha tug'dirmaydi. Ham endotokсикоз, libo peroksidaza sindromi erta aniqlash, o'z vaqtida tuzatish, organizm antioksidant himoyasini faollashtirish asosida kompleks davolashni optimallashtirishga qaratilgan samarali davolash taktikasini ishlab chiqish zaruriyati bilan bog'liqdir. Yuqorida kelib chiqib ushbu dissertatsiyaning ishi shubhasiz o'z vaqtida bajarilgani, uni nihoyatda amaliy ham nazariy ahamiyati bu shubhasiz. Tadqiqotda asosiy maqsadi sepsion va antioksidant terapiyani birgalikda qo'llash orqali paratensiar absess bilan og'rigan bemorlarni kompleks davolashda natijalarni yaxshilashdan iboratdir. Qo'yilgan masalani hal qilish uchun muallif asosiy 4 vazifa qo'yganlar. Hammasi yechimini dissertatsiya aks ettirilgan, to'liq yozilgan. Endi olingan natijalarni asosiy ilmiy yengilligi, hamdan tashqari bu qiymati, bu xolasi quyidagidan iborat. Paratensiar absess turli yosh toifalarida turlicha kechishi, ko'pincha mehnat loyiqali yoshda uchrashi va aksariyat holatda ko'pincha supratensiar qismida joylashi, undan tashqari bir nechta bosqichiga infiltratsion yoki absess bosqichida 82% bo'lishi ham eng ko'p asosiy ambulator statsionar muassasalarga murojaat qilishlari va uni kelib chiqishi eng ko'p sabablari tensilogen omildir ekanligi aniqlangan 91%. Undan tashqari chuqur paratensiar absess rivojlanishida mikroflorani spektri o'rganilgan. Shu tufayli ham mana spektri ham hozirgi kunda o'zgargan. Eng asosiy biz aytamizki, uni surunkali tensilitda asosiy beta gemolitik A guruh
bo'lsa, bu yerda sal spektri o'zgarishli bu yerda kuzatiladi. Bu yerda ham stafilokokli bor, streptokokus pyogenes uni ham o'rni katta. Paratonsillar absses bemorlarda asosiy qonda toksikoz, to есть endotoksikoz deymiz, markerlari, lipoperoksidatsiya mahsulotlari, ham undan tashqari ularni oshishi, antioksidant tizimi faolligini pasaygan holda ketishi bu yerda isbotlangan. Paratonsillar absses kompleks davolashda sirpsion va antioksidant terapiya usuli ishlab chiqilgan, patogenetik asoslangan va taklif etilgan sirpsion va antioksidant terapiya usulini qo'llash yordamida davolash samaradorligi 20,5% ga oshishi isbotlangan. Tadqiqot amaliy natijalari nihoyatda bu yerda muhim. Nimaga deganda eng asosiy faqatgina umumiy emas, ham mahalliy bu yerda sirpsion sanatsiya qilingan. Undan tashqari antioksidant himoyasini faollash, keyin bu yerda kasallikni qaytalashini kamaytirish, mahalliy umumiy asoratlarni sonini kamaytirishga ko'pincha bu yerda imkonni, shu berilgan asosiy davolash usullarini uni kamaytirishga olib kelgan va aniqlangan. Undan tashqari yana bitta narsaga e'tibor berish kerak. Yirik o'choqlarni sanatsiya qilishda samarali usullar bo'lib, klinik amaliyotda keng qo'llash uchun tavsiya etilishi mumkinligi isbotlangan. Tadqiqot natijalari ilmiy va amaliy ahamiyati nihoyatda ham muhim, ham bu hammasi dissertatsiya aks etilgan. An'anaviy davolash chora-tadbirlar optimallashtirishga sezilarli hissa qo'shgan holda paratonsillar absses patologik jarayonlar rivojlanishiga barcha bosqichlarda endotoksikoz va peroksidatsiya sindromi me'yorlashishiga ta'sir etuvchi umumiy qonuniyatlarni aks ettirishi bilan izohlanadi. Tadqiqot natijalari amaliy ahamiyati shundan iboratki, ishlab chiqilgan davolash usuli endotoksikoz va lipoperoksidatsiya sindromlari, antioksidant himoyani funksional buzilishlarni korreksiya bo'yicha tizimli klinik samarasi ta'minlaydi va bu esa buzilishlarni korreksiya bo'yicha tizimli disfunksiyani rivojlanish xavfini va kasallikka kamayishi chastotasini kamaytiradi. Ayniqsa yondosh, yurak, o'pka patologiyani mavjud bemorlarda boshqa detoksikatsiya usulining qo'llanishi cheklangan holatda alohida ahamiyatga ega ekanligini bilan izohlanadi. Endi natijalari asosiy ishonchli bemorning ahvolini baholash uchun obyektiv mezonlar ishlab bu yerda foydalangan. Laboratoriya instrumental diagnostika, zamonaviy usullar, ham obyektiv usullar, uslubiy yondashuvlar to'g'ri qo'llanilgan, ham asoslangan. Statistik tahlillar olingan natijani ishonchligini tasdiqlaydi. Dissertatsiyani asosiy tuzilishi an'anaviy tarkibda tuzilgan, kirish 4 bob, xulosa, amaliy tavsiyalar va foydalangan adabiyotlar ro'yxatidan iborat. Dissertatsiya hajmi 127 dan tashkil etgan. Endi asosiy kirish qismida bu yerda aytganimizda ilmiy tadqiqot ishini dolzarbligi asoslangan, tadqiqotni maqsadi, vazifalari, obyekt, predmeti, tadqiqotni respublika fan va texnikasini rivojlanishining ustuvor yo'nalishlariga muvofiqligi ko'rsatilgan, olingan natijalari ilmiy yengilligi, amaliy natijalari ko'rsatilgan, ilmiy va amaliy ahamiyati keltirilgan, ish natijalari, aprobatsiya, nashr etilgan ishlar, dissertatsiyani tuzilishi va hajmi to'g'ridagi ma'lumotlar bayon qilingan. Dissertatsiyani birinchi bobda paratonsillar absessi etiopatogenezi diagnostika davolash zamonaviy yondashuvlar deb nomlangan 4 ta kichik bobdan tashkil topgan. Bu ham asosiy bob nihoyatda keng, zamonaviy, mahalliy xorijiy manbalar asosida paratonsillar absessi muammosini hozirgi holatida tahlil qilingan, endogen intoksikatsiya, lipoperoksidatsiya sindromi tarqalishi, epidemiologiya, patogenezi tashxisini
paratensilar absessi samarali davolash usullarini ko'rib chiqilgan. Dissertatsiyani keyingi klinik material tavsifi tadqiqot usullari deb nomlangan ikkinchi bobda 5 ta kichik bobdan iborat. Bu asosiy materiallar berilgan 209 nafar bemordan iborat bo'lib, ular ham ikkita asosiy guruhga bo'lingan. Shu tufayli ham bu bemorlarni asosiy o'sha gender bo'yicha, uni yoshi bo'yicha hammasi bir-biridan solishtirib ham guruhlarga asosiy foizi ham undan tashqari shuni alohida ta'kidlash joizki, kasallikka 83 to'liq 6%gacha mehnatga loyiqatli yoshdagi shaxslar aniqlangan. Barcha bemorlar kompleks umumklinik va otolaringologik tekshiruvlar o'tkazish bilan birgalikda simptomli og'irlik daraja baholashlarni asosiy bash test testlardan foydalangan va sistema ularni qiyosiy baholash maqsadida bemorlarda mikrobiologik, bakteriologik, organizm aksiyasidan himoya faolligi ham tekshiruvlar va olingan natijalarni statik tahlillari o'tkazilgan. 3-bobda paratensilar absessi klinik xususiyatlari baholash tahlili natijalari bag'ishlangan bo'lib, 4 ta kichik bobdan iborat. Bunda ham asosiy klinik protokol rioya qilgan holda tadqiqotga kiritish, chiqarish mezonlariga muvofiq surunkali tensilik bilan kasallangan bemorlarda chuqur klinik tahlillar, undan tashqari bu har bitta mana ikkita guruhga bo'lingan. Birinchi guruh bu paratensilarni absess bilan asoratlangan oddiy va birinchi darajali surunkali tensilikda, ikkinchida asosiy ikkinchi darajali surunkali tensiliklar qiyosiy tahlil qilingan. Bemorni yoshi, jinsi ham undan tashqari chastotasi uchrashi, davomiyligi, qaytalashi, yondosh kasalliklar, umumiy klinik, otolaringologik, mikrobiologik, bakteriologik tadqiqotlar natijalari berilgan. Ham asosiy biz aytganimizda endi toksikoz darajasi, liboksid peroksidaz, organizmi asosiy mana antioksidant faolligi batafsil tahlil qilingan. Shunday qilib, paratensial absess bilan og'rigan bemorlarda kompleks tekshirish natijalari tahlil qilish ushbu bemorlarni davolashga subtsion detoksikatsiya va antioksidant terapiya zarurligini patogenetik jihatdan isbotlangan. 4-bobda paratensial absessi kompleks davolash va uni samaradorligini qiyosiy baholashda bunda olingan natijalar qiyosiy tahlilga bag'ishlangan. Ikkita guruhga asosiy uni davolash bo'yicha bo'lingan. Birinchi guruh tashkil etgan bemorlarda an'anaviy davolash o'tkazilgan. Ikkinchi guruhda asosiy umuman birgalikda an'anaviy davolash bilan birgalikda subtsion antioksidant terapiya o'tkazilgan. Undan tashqari shuni ta'kidlash kerakki, muallif tomonidan ishlab chiqilgan, taklif etilgan paratensial absessni davolashda subtsion antioksidant terapiya usuli standart terapiya majmuasiga taklif etilgan. Usul patogenetik jihatdan asoslangan, chunki bir-biridan uzoqroq to'ldirib, endogen detoksikatsiya, lipoperoksidatsiya sindromi, shuningdek organizmi samarali tuzatishda imkon beradi va shu bilan kasallikni qaytalishda chastotasini kamaytirishga yordam beradi. Undan tashqari bemorlarni kuzatilgan dastlabki davrida og'ir darajada yengil darajaga o'tishga imkon beradi. Bu hammasi tasdiqlangan. Shunga dissertatsiyaning ishini xotima qismida o'tkazilgan tadqiqot bo'yicha umumiy xulosalar, olingan natijalarni foydalanish, ularni sog'liqni saqlash amaliyoti joriy etish bo'yicha taklif tavsiyalar berilgan. Dissertatsiya keltirgan xulosalar, amaliy tavsiyalar, o'tkazilgan tadqiqot mohiyati, asosiy natijalarni aks ettiradi hamda quyidagi vazifalarga to'liq mos keladi. Avtoreferat ham dissertatsiya ishining mazmuni to'liq mos keladi bir-biriga. Dissertatsiyani mavzu bo'yicha 14 ilmiy
ish chop etilgan. Shulardan O'zbekiston Respublika Oliy attestasion komissiyani dissertatsiya asosiy ilmiy natijalar chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 5 ta maqola, jumladan 4 ta respublika, bittasi xorijiy jurnalda nashr etilgan. Tadqiqot natijalar aprobatsiya asosiy mana ilmiy amaliy anjumanlarda, jumladan 3 ta xalqaro, 2 ta respublika miqyosida muhokama o'tkazilgan. Dissertatsiya ishiga prinsipial e'tirozlar yo'q. Ishdan dissertatsiyaning tadqiqot mazmuni ta'sir qilmaydi, ham kam sonli xatolar mavjud bo'lgan, lekin biz dissertatsiya muloqot qilganimizda o'sha kerakli o'zimga savollar bo'lgan bo'lsa, hammasiga to'liq javob olganman. O'shanga men o'ylaymanki, dissertatsiyalik bilan har holda muallif o'zi chuqur biladi, ham o'zini har holda g'oyasiga to'liq javob berishi mumkin. Tibbiyot fanlari doktor ilmiy darajasi talabgorni ilmiy malakasi muvofiqligi bu ma'lumotlar qayta ishlashga ilg'or qo'yilgan maqsad vazifalarga mos keladigan yondashuvlar qo'llash, uni dolzarbligi ahamiyati ta'kidlaydi. Tadqiqot natijalari o'rganilayotgan ilmiy muammolarni chuqur tahlil bilan birga mantiqiy va ishchil tarzda taqdim etilgan. Amalga oshirgan ishlar darajasi, zamonaviy tadqiqot usullaridan foydalanish, natijalar sifatli tahlili, muallifni tadqiqotni o'tkazishga qo'shgan katta shaxsiy hissasi uning 14.00.04 otolaringologiya ixtisosligi bo'yicha tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasiga talabgorga quyidagilarda foydalagan talabalarga javob beradi, yuqori ilmiy malakasini tasdiqlaydi. Ijozat bersangiz, hurmatli rais, xosani o'qib bersa. Andijon davlat tibbiyot instituti mustaqil izlanuvchi Usmonov Rifat Abdumanonovning paratensilyar absess kompleks davolash sirtsion va antioksidant terapiya mavzusidagi 14.00.04 otolaringologiya ixtisosligi tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasiga uchun taqdim etgan dissertatsiya yakunlangan yuqori malakali ilmiy ish bo'lib, unda muhim amaliy ahamiyatga ega dolzarb ilmiy tibbiyot muammo hal etilgan bo'lib, ilmiy isbotlangan xulosalar bayon qilingan. Ularni tatbiq etilishi sohaning rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi. Dissertatsiya ishi mohiyati bo'yicha yaxlit, mazmuni mukammal, yangi ilmiy mazmun va amaliy natijalar majmuidan iborat va talabgorning tibbiyot faniga qo'shgan shaxsiy hissasi haqida dalolat beradi. Asosiy mazkur ilmiy ish O'zbekiston Respublikasi Oliy attestasion komissiya tomonidan falsafa doktori dissertatsiyaga qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi. Talabgor Usmonova esa 14.00.04 otolaringologiya ixtisosligi tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasiga olishga loyiqdir. Rahmat. Rahmat, xorijiy bu tahlil uchun. Marhamat, Nilufar Abdumanapova so'z sizga, minbarga chiqib. Hurmatli professor Xolda Erkinovna, qimmatli vaqtingizni ayamay dissertatsiyamni ko'rib chiqib, ijobiy tahlil qilib berganingiz uchun, xayrixohligingiz uchun sizga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Rahmat katta. Xorijiy javob Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Söz ikkinchi rasmiy apparat Farg'ona davlat universiteti fakultet otolaringologiya kafedrasi, stomatologiya kafedrasi dotsenti, tibbiyot fanlari nomzodi Odilbek Mahmudovich. Marhamat, Odilbek Mahmudovich. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Assalomu alaykum, hurmatli Xolida Erkinovna. Avvalambor hammalaringni mana shu kirib kelayotgan yangi yil bilan institutimiz, kafedramiz hamda Farg'ona viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi nomidan tabriklayman. Bugungi ilmiy kengashda qatnashishga ruxsat berganlaring uchun avvalo kattadan katta rahmat.
Andijon davlat tibbiyot instituti otorinolaringologiya kafedrasi mustaqil izlanuvchisi Usmonova Nilufar Abdumannonovning paratanzillar aksesini kompleks davolashda sarpsion va antioksidant terapiya mavzusidagi dissertatsiya ishini rasmiy opponenti sifatida quyidagilarni aytmoqchiman. Yuqorida Xolida Erkinni atroflicha dissertatsiya ishini har bir bobini va o'tkazilgan tadqiqot natijalarini ilmiy ishning vazifalaridan kelib chiqib to'liq yoritib berildi. Shuning uchun birma-bir o'qib o'tmasam. Men shunga to'xtalmoqchi edimki, mavzuni dolzarbligi bu ikkita mutaxassisning o'rtasida hanuz davom etib yotgan kasallik. Chunki shaxsan o'zim yuz jarrohi bo'lganim sifatida paratanzillar abses bilan stomatologlarga murojaat etayotgan bemorlar va otorinolaringologlarga murojaat etayotgan bemorlarni hanuz achchiq bo'lsa haqiqatdan olishimiz kerak. Bizni sog'liqni saqlash sohasi tizimida eng katta muammolardan biri. Shuning uchun ham ilmiy rahbar sifatida, ilmiy rahbar tomonidan bu mavzu o'ta dolzarb va o'z vaqtida tanlangan deb hisoblayman. Ikkinchidan, bugungi kundagi rivojlanish jarayonida hamda tibbiyot sohasidagi islohotlar davomida ham ikkala mutaxassisning nazaridan chetda qolib, og'ir asoratlar bilan murojaat etayotgan bemorlarni shohidi bo'lib turibmiz. Chunki hammamizga ma'lumki, paratanzillar absesini davolashda juda ko'p holatlarda, ayniqsa shaharlarda albatta xalqimizda imkoniyat bor, tibbiy madaniyat bor va tushuncha bor, mutaxassisga murojaat etadi. Lekin bizni aholimizni O'zbekiston Respublikasining bugungi kundagi 28,5 milliondan ortiq aholisi, demak, shahar hamda tumanlarda, chekka qishloqlarda yashayotganligidan kelib chiqqan holda umumiy amaliyot shifokorlari tomonidan yetarlicha davolanmasligi oqibatida yoki bo'lmasam kasallikni o'z vaqtida to'g'ri baholab, uni og'ir oqibatlari bo'lishi mumkinligini his qilgan holda mutaxassisga jo'natmaganligi uchun eng og'ir asoratlar, ya'ni dissertantimiz tomonidan birma-bir sanab o'tildi. Bu eng og'iri bu oldingi va orqa mediastinit kasalliklar. Buni biz o'z Andijon bilan Farg'ona bo'lgan ikkalasini o'rtasidagi bemorda ham eslashim mumkin. Xotiram pand bermasa, 2005-yil 10-oktyabr kuni bemor Erkinova Gulnora 19 yosh Quvasoy shahridan, bizni Farg'ona viloyatining Quvasoy shahri Boborahim Mashrab ko'chasi 7-uydan Andijon tibbiyot institutiga kelib tushdi. Va bu bemor o'ta og'ir ahvolda kelinganligi uchun bir qancha shifokorlarimizni o'z vaqtida davolanishi, hatto mediastinotamiya operatsiyasini o'tkazilishiga va undan keyingi reanimatsion anesteziologik yordamlar hamda intensiv terapiyani o'tkazilishiga qaramasdan mana shu 19 yoshli qizda vafot etgani to'g'risida bizda ma'lumotlar bor. Nima demoqchiman? Yuqorida dissertantimiz yana bir narsaga alohida to'xtalib o'tdiki, bugungi kunda eng dolzarb tibbiyotda oldidagi turgan masalalardan biri bu, ya'ni surunkali kasalliklar, ya'ni surunkali glomerulonefritni og'ir asoratlar, ya'ni ikkilamchi buyrak bujmayishi oqibatida bemorlarni to'liq, ya'ni anuriya holatlarida bugungi kunda Farg'ona viloyati misolida aytadigan bo'lsam, 2,5 mingdan ortiq bemorlarimizni ekstrakorporal detoksikatsiya muolajalariga muhtoj va qaram bo'lib qolayotganligini zamirida ham dissertantimiz to'g'ri ta'kidlab o'tdi. Ma'lum foiz, demak, mana shu paratanzillar absesini o'z vaqtida biz diagnostika qilmaganimiz va to'g'ri davolamaganimiz va bugungi ilmiy ishda ko'rsatilgan yangi mana shu sarpsion hamda antioksidant terapiyalarda o'z vaqtida davolanadigan bo'lsa, bu toksinlar organizmlarda qolib ketishi va ikkinchi surunkali kasallikni olib kelishiga va uni rivojlanishiga sabab bo'lmaydi va uni oldini oladi. Qolaversa, siz bilan bizga ma'lumki,
paratenzillar aksiyasini nafaqat uni xirurgik ishlov, ya'ni operatsiya jarayonida aksiyasini ma'lum, ya'ni to'plangan yiringli hosilani evakuatsiya qilish bilan birgalikda oddiy traditsion, ya'ni an'anaviy terapiyani qo'llashda yuqoridagi aytgan asoratlarimiz kelib chiqishi mumkin. Lekin mana bugungi hozir ilgari surilayotgan demak ilmiy ishni, demak mana shu kasalliklarni, asoratlarini oldini olishga men o'ylayman ancha dissertant tomonidan ilmiy asoslangan tekshiruvlar o'tkazilgan. Ilmiy ishni maqsadi da belgilangan barcha bakteriologik, klinik laborator hamda maxsus tekshiruvlar o'tkazilgan. Shuning uchun Xolid Erkinning mukammal har bir boblarni tahlil qilib berganligi uchun hurmatli rais, agar ruxsat bersangiz xulosamni aytsam. Marhamat. Demak, Nilufar Abdumannovnani 14.00.04, ya'ni otorinolaringologiya sohasi bo'yicha olib borilgan ilmiy ishi bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan berilgan talablarga to'liq javob beradi. Ish yakunlangan deb hisoblayman va buni himoyaga tavsiya etaman. Rahmat. Soha bo'yicha nafaqat mutaxassissiz sog'liqni saqlash boshqarmasida ishlash faoliyatidan ichiga kirib, buni rayonlar, chekka hududlar qismida o'rgangan mutaxassis shuning uchun ham bekorga sizlar opponentga tayyorlamagansiz, har tomondan tajribangiz bor. Bugungi ishimizni ko'rib berganingiz uchun rahmat. Marhamat, Nilufar Abdumanova sizga so'z. Hurmatli Odil Mahmudovich, uzoq yo'l bosib kelib rasmiy opponent bo'lib dissertatsiya ishimizni ijobiy ko'rib berganingiz uchun, fikr mulohazalaringiz uchun katta rahmat aytamiz, e'tirof etaman, tashakkur etaman. Rahmat katta. Rahmat katta. Javob berib, men bitta topshirig'im bor. Bugun haqiqatda bu mavzu men uchun juda yuragimda kuyadigan mavzu. To'g'ri aytdingiz. Bizni masalan Farg'ona viloyati misolida oladigan bo'lsak, 19 ta shahar, tuman, ko'p tarmoqli markaziy klinikalarda bu kasalliklar sarson bo'lgan. Avtoritarapni to'liq o'qib chiqdimda, men o'zimga bir qator mavzularni qo'yib oldim. Bugungi quvonchli kundan keyin Nilufar Abdumannovna sizga bitta topshiriq bo'ladi. İşni davom ettirishdi. Chunki birma-bir sanab aytdim. Bugun nafaqat O'zbekiston Respublikasida, butun O'rta Osiyoda bu, ya'ni buyrak ikkilamchi bujmayishi bilan gemodializ seanslariga, qolaversa buyrak transplantatsiyasiga muhtoj bo'lib ehtiyojmand bemorlarimiz geometrik progressda o'sib boryapti. Shuning uchun bu asosiy mavzuni davom ettirishimiz kerakda. Keyingi, ya'ni doktorlik dissertatsiyasini demak mana shu paratenzillar absesni biz abses bo'lishigacha olib kelmasdan, ya'ni paratenzillar absesni profilaktikasi va kompleks davolanishi degan temada agar doktorlik dissertatsiyasini boshlaydigan bo'lsangiz, men qoniqqan bo'laman. Rahmat. Yaxshi ko'rdik. Haqiqatdan mashhur kengaytirib, daryoga o'rganib, chiroyli ishlar. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, norasmiy opponent sifatida so'zga chiqish istagi bildirganlar bormi? Yo'q, tushunarli. Rahmat. Bo'lmasa ham so'z yana dissertantimizga beramiz. Yakunlovchi so'zlarni so'zlaydi. Yakunlovchi so'zlarni so'zlayguncha biz sanoq komissiyasi raisini belgilab olishimiz kerak. Taklif tushyapmiz. Imtihonlari nomzodi Daftar Madaminova Nigora Ergashevnani rais sifatida taklif qilyapti. Sanoq komissiyasi onlayn tarzda ishlagunga qadar dissertantimiz o'zini yakunlovchi so'zlarni gapirishi mumkin. Marhamat. Hurmatli kengash a'zolari, gruppaga kirib belgilab olinglar. Ovoz berib olinglar. Gruppaga kelinglar. Telegram gruppaga kirsa, Telegram gruppada ovoz bo'tqa yoqilgan. Ovoz berish. Hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari, shu fursatdan foydalanib
Shu ilmiy ishimda yordam bergan, ko'mak bergan barcha ustozlarga minnatdorchilik bildirishimga ruxsat bergansizlar. Avvalambor shu kunga kelganimga alhamdulillah. Demak, avvalambor dunyoga kelishimga sababchi bo'lgan ota-onamga minnatdorchilik bildiraman. Qolaversa, institutimizni rektori Alisher Mo'minovichga, hurmatli rais Bahrom Rustamovichga, kengash kotibi Nishonov Murodjon Fozilovichga va ishimni har bir nimasida, jabhalarida, shu bosib o'tgan yo'lda, har bir yo'limizda yordam bergan, o'zini ilmiy maslahatlarini ayamagan, doim jonkuyar bo'lib, yonimda turib, yo'lboshchi bo'lgan ustozimga, fidoyi inson Qosimov Qobul Qosimovichga minnatdorchilik bildiraman. Shuningdek, ilmiy ishimni faoliyatimni yurgizishda doim yonimda do'stona yelkadosh bo'lgan, ilmiy maslahatchi bo'lib, doimda yonimda turgan turmush o'rtog'im Usmonov Umidjonga minnatdorchilik bildiraman va retsenzentlarim, seminardagi retsenzentlarim Vohidov Ulug'bek Nuriddinovichga, Shamsiyev Jahongir Fazliddinovichga minnatdorchilik bildiraman. Rasmiy opponentlarim professor Shayxova Xolida Erkinovna va Umar Fodil Mahmudovich o'zlarini qimmatli vaqtlarini ayamay dissertatsiyamni ko'rib berib, ijobiy xulosalar berganiga va xayrixohlik uchun chuqur e'tirof etaman va tashakkur aytaman, minnatdorchilik bildiraman. Qolaversa, yana ilmiy ishimda ko'mak bergan, o'zini ilmiy maslahatlari, ko'maklarini ayamay yordam bergan tibbiyot fanlar doktori, dotsent Vohidov Ulug'bek Nuriddinovichga ham alohida minnatdorchilik bildiraman, tashakkur aytaman. Ishimni demak davom etishimda yordam bergan barcha ilmiy ishimda yordam bergan norasmiy retsenzent va domlalarga, Dalil Adham G'ulomovichga, Madaniy Nigora Ergashevnaga, Nosirov Qudratxo'r akaga, hammalariga minnatdorchilik bildiraman. Shuningdek, shu ishimda ko'makchi bo'lgan, shart-sharoit yaratib bergan oila a'zolarimga, farzandlarimga va tadqiqot ishimda menga ishonch bildirib, rozi bo'lib, tadqiqot ishimda qilgan hatto bemorlarimga ham minnatdorchilik bildiraman, hammasiga. Hammanglarga rahmat. Hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari, qimmatli vaqtinglarni ayamay ishlarimni ko'rib, ijobiy xulosalar berganinglarga, vaqt ajratganinglar uchun hammanglarga chuqur ta'zim qilaman, tashakkur qilaman. Tashakkur, minnatdorchilik bildiraman. Hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari, ovoz berish natijalarini e'lon qilsam. Tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasiga talabgor Usmonova Nilufar Abdumannopovnaning dissertatsiya ishi bo'yicha onlayn tarzda yashirin ovoz berish uchun hisob hay'ati saylandi. Ilmiy kengash tasdiqlangan tarkibi 11 nafar kishidan iborat. Ilmiy kengash tarkibiga qo'shimcha ovoz berish huquqi bilan hech kim kiritilmagan. Yig'ilishda kengashning a'zolarining 10 nafari ishtirok etmoqda. Ulardan 8 nafar muhokama etilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha fan doktori hisoblanadi. Ovoz berganlar 10 nafar. Onlayn tarzda yashirin ovoz berish natijalari. Usmonova Nilufar Abdumannopovnaning tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olish uchun ovoz berganlar soni 10 nafar. Shulardan rozilar 10 nafar, qarshilar yo'q. 100% ovoz. Hisob hay'ati xulosasini ochiq ovoz bilan tasdiqlab berishingizni so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat ko'plashdan. Xo'p, bu o'zdan so'z Murodjon Fazliddinovichga tashrifi belgilar ko'rsatilgan xulosalar ro'yxati bo'yicha tanishtirish uchun. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, gruppaga tashalganida loyiha
dissertatsiya loyihasi va e, baholash mezonlari. Kimda e'tirozlar, takliflar bor? Menimcha asos uchun qabul qilamiz. Bo'lsa bo'ladi. Rahmat. Unda dissertatsiya tasnifiy belgilarga o'tishga ruxsat berasizlar. Birinchisi, dissertatsiya natijalarini tavsifi. Guruh ikki. Dissertatsiya natijalarining yangilik darajasi. Dissertatsiya natijalarining qiymati. 3-2. Dissertatsiya mavzusining rejalashtirilgan ilmiy tadqiqotlar bilan bog'liqligi, bu standart 4.2. 5-inchisi, dissertatsiyaning amaliy jihatdan ahamiyatli natijalaridan foydalanish darajasi. 5-2 to'rt keladi. 5.2. Tarmoqlararo miqyosda. Va oxirgisi, dissertatsiyaning amaliy jihatdan ahamiyatli natijalaridan keng ko'lamli foydalanish bo'yicha tavsiyalar. 6-1. Bu rahbarlar hurmat qilmagan kengashlari taklif belgilarini protokol tasdiqlab qo'yishimiz kerak. Qo'l ko'tarib, bo'yalar, qarshi taraflar yo'q. Xo'p, sizni nomingizdan bo'lgan hukumatli kengash a'zolari, institutimizni rektorat nomidan, rektor nomidan bugungi muvaffaqiyatli himoya bilan avvalambor ilmiy rahbar Obqosiyev sizni, ustozni tabriklaymiz va albatta siz ortingizdan shunaqa chiroyli himoya qilgan Nilufar Ag'abondan pullarni tabriklaymiz. Siz haqiqatda ustozoda shifokorsiz, oilaviy shifokorlar an'anasini davom ettiruvchi, shu oilaga loyiq, munosib farzandsiz, chiroyli sachita bilan sizni ham tabriklayman. Eson-omon, yorug' yuz bilan tez kunlarda Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan diplomlarni olishingizni tarafdorimiz. Bugungi kun tartibidagi barcha masalalar ko'rib chiqildi. Kun tartibi bo'yicha, ilmiy kengash o'tkazish bo'yicha takliflar, e'tirozlar bo'lsa, marhamat qabul qilamiz. Yaxshimi? Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Yangi yillar Rahmat, sog' bo'linglar. yaxshi.